Tafsirim muyassar. Baqara suresi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Musa ularga aytdi. Allah u qalining yer haydashga, ziroat sug'urishga ko'ndirilmagan. Bejirim rangida terisining rangidan boshqa alomat yo'q qali bo'lsin deydi. Ular endi texi o qalini to'liq bayon qilding dedi. Ular bu amrni o'rindamaslik uchun ko'p urinib baqdi. Ammo oxir qalini tep kirib bo'g'izladi. Ular özlərinin gədənkəşligi tüpəylədən bu əmrni orundiyamay qağıla tas qaldı. Ular köp sual sorab, işini qiyinlaşdırdı. Allah mı ularga qiyinlaşdırdı? Ey İsrail evladı! Şunu unutmanglar ki, öz vaqtida sizlar bir adamni öldürdünglar. Sizlar onun qatilini izlab, qatillik jinoyatini bir-biringlarga ortib qutulmoqchi bo'lib talash tartish qilishgan edinglar. Allah sizlarning qatilni yoshirgan qilmishinglarni o'ttirg'i chiqarg'uchidir. Ularga Musaning tili orqali dedikki, bo'g'izlangan mush qalining bir partisi bilan o'likni uringlar. Allah uni tirildirdi. U o'zining qatilini aytib berdi. Ular qalining bir partisi bilan o'likni urivdi. Allah uni tirildirdi. U o'zining qatilini aytib berdi. Allah qiyomat kuni o'liklarni ana shundoq tirildirdi. Ey İsrail avlodi! Sizlarni aqlni ishlatib tafakkur qilsin, osiylik qilishdan yonsin deb Allah sizlarga o'zining kamoli qudratiga dalolat qiladigan mo'jizalarini ko'rsatdi. Ammo sizlarga buning foydasi bo'lmadi. Chunki sizlar o'sha odatdan tashqari mo'jizalarni ko'rgandan keyin dilinglar texmi qariyib ketdi. Yuraginglar ketib ketdi. Dilinglarga hech bir yaxshilik kirmadi. Men sizlarga ko'rsatgan mo'jizalar uni yumishtanmadi. Dilinglar qattiq toshdek, hatto tashdinmi bak ketib ketdi. Chunki tashlarning orasida ichidan kengayib ichiladigan, orasidan suv etilib chiqib eriqlar hosil bo'ladiganlari va yerilib orasidan buloqlar chiqadiganlari bor. Tashlardan yana Allah'tan qo'rqib, tog' cho'qinlardan tushib ketadiganlari bor. Allah qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ey musulmonlar, sizlar İsrail avlodining qilmishlarini unutib qoldinglarmi? Sizlar Yahudilarning musulmon bo'lishini tama qilyapsizlar. Halbuki ularning ulamolari Tavratdagi Allohning kalomini anglab, hammani tushunib turuvdik. Gah uning ma'nosini burumlab, gah uning tekstlarini boshqa so'zlarga almashtirib o'zgartirib etgan. Ya'ni ular Allah'ның sözlerini bilip durup qasdan o'zgartirib etgan yolg'onchilardir. O Yahudilar müminler bilan uchrashib qolsa, ularga tilining uchida biz sizlarning dininglarga va Tavratda bishorat berilgan payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomga iymon keltirdik deb qo'ydi. Bu munofiq Yahudilar o'zaro yolg'iz qolgan chaqlarda bo'lsa, bir-biriga koyib, sizlar müminlarga Tavratdagi Muhammad to'g'riliq haqiqatlarni aytib beramsizlar. Bundaq qilish qiyomat kuni Rabbinglarning oldida sizlarga qarshi dalil bo'lib qolmamdi. Aqlinglarni ishlatib, mundaq gap qilishdan hazar aylisanglar bo'lmamdi, deydi. O Yahudilar mushundaq jinoyatlarni qilaveramdi. Ular qilgan oshkora va yoshirin barliq qilmishlarni Allah'ның bilib turadiganligini bilmamdi. Yahudilarning ichida ne o'qish yezishni, ne Tavratni, ne Muhammad alayhissalomning Tavratda bayon qilingan sifatlarni bilmaydigan bir jamoa bor. Ular faqat uydurmalarni biladigan, xiyolg'ini taynadigan savodsizlardir. Allah Musa alayhissalomga nozil qilgan Tavratga o'xshamaydigan bir kitobni
o'z qo'li bilan yezib chiqib, andin uni faqat dunyo manfaatiga erishish uchunla bu Allohdan nozil bo'lgan deb biljirlaydigan Yahudi ulamolarga halokat bo'lsinki, ular o saxt kitobni qo'llari bilan yezib chiqqanligi uchun halok qilg'uvchi azobga qoladi. Yana ular bu to'qilma kitobni yezib chiqish badiliga olgan harom pul va pora uchun qattiq azobga duchor bo'ladi. Yahudilar bizni do'zax o'ti sanoqli kunlarda ko'ydirdi dedi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, sizlarga Alloh shunday qilishga va'da berganmi? Agar va'da bergan bo'lsa, Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Balki sizlar bu yolg'onni o'ydirib chiqarish orqali o'zinglar bilmaydigan narsani Alloh nomidan to'qivatsizlar. Amaliyat sizlar deganning aksichi bo'lib, Allohning hukmi sabitdir. Gunoh ma'siyatlarni qilaverganlikdan qilmishlari o'zini kufrlikqa ilib borgan va hayotining hamma tarbi gunohlarga to'shqan odamlar bog'i. Ular kofirlar va mushriklar bo'lib, do'zaxda mangu azoblanadi. Bularning aksicha amal qilganlar uchunmi Allohning hukmi sabitdir. Allohga va uning payg'ambarlariga chin dilidan ishongan va Allohning payg'ambarlariga vahiy qilgan shariatning ko'rsatmalariga uyg'un manfaatlik amallarni qilgan kishilar bog'i. Ular jannatning ne'matlaridan mangu bahramand bo'ladi. Ey Isroil avlodi, shuni eslanglarki, o'z vaqtida biz sizlardan Allohga sherik keltirmay, uning o'ziga ibodat qilish, urug' tuqqanlarga yaxshilik qilish, yetimlar, balog'atga yetishdan burun otasi o'lib ketgan bolalarning beshini silash, o'zining kundalik hojatini qamdiyolmaydigan muhtojlarga yordam qilish, kishilarga eng yaxshi so'zlarni qilish, namozni mukammal o'qish, zakotni ado qilish haqida mahkam ahd olgan edik. Ammo oranglardagi ozg'ina kishidan boshqalaringlar bu ahdini buzib, uningga amal qilishdan bosh tortdinglar. Sizlar hamisha ahdanglarga amal qilishdan bosh tortsizlar. Ey Isroil avlodi, shuni eslanglarki, o'z vaqtida biz Tavratda sizlardan bir-biringlarning qinini to'kmaslik, bir-biringlarni yurtdan haydab chiqarmaslik to'g'riliq mahkam ahd olgan edik. Keyin uni e'tirof qilgan edinglar. Buning rostligiga o'zinglar guvoh. Halbuki keyin sizlar, ey Yahudilar, ahdini buzib bir-biringlarni o'ltirdinglar. Aranglardan bir turkum kishilarni yurtdan haydab chiqardinglar. Sizlardan har bir firqa yo'lsizlik qilib, o'zlarining qarindoshlariga qarshi bir-biri bilan hamkorlashdi. Ular dushmanlarning qo'liga asirga tushib qolsa, fidya berib, ularni qutqizib olasizlar. Halbuki ularni yurtlaridan haydab chiqarish sizlarga harom qilingan edi. Sizlarning Tavratning bir qismiga ishinib, yana bir qismini inkor qilishinglar nima degan qabih ishdir. Sizlardan shunda qilganlarning jazosi dunyo hayotida rasvo bo'lish, qiyomat kuni do'zaxda azobning eng qattiqiga duchor bo'lishdan iboratdir. Alloh sizlarning qilmishinglardan g'ofil emasdir. Ular dunyo hayotini oxiratlikdan afzal ko'rganlar bo'lib, ulardan azob yenikletilmaydi. Ularga yordam berib, Allohning azobidan qutqizib qoladigan hech kim chiqmaydi. Shak shubhasizki, biz Musoga Tavratni nozil qildik. Maryam o'g'li Isoga o'pochuq mo'jizalarni ato qildik. Uni Jibril alayhissalom bilan kuchlantirdik. Ey Isroil avlodi, sizlarga qandoqli bir payg'ambar nafsi xohishinglarga mos kelmaydigan narsa elib kelsa, uningga qarshi chiqdinglar. Bu payg'ambarlardan bir qismini yolg'onchi dedinglar, yana bir qismini o'ltirdinglar. Isroil avlodi,
Allohning payg'ambari Muhammad alayhissalomga bizning dillarimiz perdelengen bo'lib, sening so'zlaring dillarimizga kirmaydi dedi. İş ular biljirligandek emas. Ularning dili la'natlangan bo'lib, ular o'zlarining inkorchiligi tufaylidan Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Shunga ular bekmi oz iymon etdi. Ya'ni to'liq iymon etmaydi. Shunga bu iymonning ularga hech qanday foydasi bo'lmaydi. Ularga o'zlarining qo'lidagi Tavratni itiraf qiladigan samoviy kitob Qur'on kelgan chaqda ular uni inkor qildi. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligini inkor qilishdi. Halbuki ular Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lishdan ilgari mushriklarga tahdid silib, oxir zamon payg'ambarning keladigan vaqti yaqinlashdi. U kelganda biz uning diniga kelib, uning bilan bir saf turib, sizlarga qarshi urush qilamiz deydi. Muhammad alayhissalom payg'ambar bo'lib kelib edi. Ular uning Tavratga sifatlari orqali uni o'z o'g'illarini tanigandek tanib turg'liq, uning rostchiligini va barcha esil sifatlarini bilib turg'liq, uni inkor qildi. Uningga kelgan dinni qabul qilmadi. İsrail avlodi ichidan Muhammad alayhissalom ve onun nazil kılınan Kur'an'ı inkar kılgan her bir kafirga Allah'ın laneti olsun. İsrail evladının Allah'ın öz fazli bilen Muhammed aleyhisselam'a Kur'an'ın nazil kılganlığı hasad kılıp, onun iman etişinin ornuğa küfrünü tanlaganlığı hakikaten kabih iştir. Ular bu qilmishi tufaylidan Allohning g'azabiga uchradi. Ondan ular Tavratni o'zgartirib etganligi uchun yana Allohning g'azabiga uchradi. Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga tangan har qanday kafirga qattiq azob bor. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Dövlet. Korrektor Abdulaziz Akhun. 2020 yılı yanvar 1. neşri. Teklimakan Uyghur Neşriyatı tarafından neşr kılıngan. Mikrofon aldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu eser evlat detallarida tarqıtıldı.